Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugun o'zgacha yangiligimiz bor. Bu o'chog'imizni ishlab chiqarganmiz, ko'rgansizlar. Endi bunga yangilik qo'shdik. Mana yangilik. Bemalol shashlik qilsangiz bo'ladi, ekonom. Hozir shashliklarimizni ham qo'yib ko'rsatib beramiz. Azizlar, bizni yurtimizda bayramlarimiz ko'p. Hamma ro'zg'orlarda shashlik ura zarur bo'ladi. Mana ham o'choq olasiz, ham shashlik ura olasiz. Bu o'chog'imizga 4 xil qozon ketadi. Shashlik urasi ham ichida. Ham tortma qilib ishlatasiz, ham shashlik ura qilib ishlatasiz. Mana shashliklarimiz zo'r pishyapti. Mana endi biz juda shashlik basmiz u. Endi tomoshabinlarning vaqtini olmaymiz deb shashliklarimizni oldindan pishirib olganmiz. Mana xuddi shunaqa bo'lib pishadi, mana. Birodarlar, mana endi bu 4 tasi birda deyilardi, hozir 5 tasi birda, chunki tagidagi tortmasida shashlik qilib pishirib ko'rsatdik, ham shashlik ura. Bu bizdan olgan klientlarning taklifi bilan qilindi. Shu shashlik urasini ham qilinglar deb andijonlik klientlar aytuvdi, qildik, shunaqa qilib. Ham shashlik ura, keyin garelka ham bor mana. 4 tasi birda qozonimizga tushadi, propanga yonadi. Mana hozir ko'rsatib o'tib ketgan operator rosa qozonga yaqin zo'r turibdi. Endi oling qozon bilan nimani. Mana endi 16 litrli qozonni olib 22 litrligini qo'yyapmiz. Ko'ryapsizlar, mana tushmadi-da, garelka tegib qoldi. Endi nima qilamiz? Qozonni olib turing. Garelkamiz regirovka bo'ladi, mana. Qo'ying endi qozonni. Mana ko'rdilaringmi? To'rala qozonga ham moslashadi. Endi bunimizni 6 tasi birda desa ham bo'laveradi. Mana garelkamizni ham yoqib ko'rsatib qo'ydik. Bu garelkamiz propan gazda ishlaydi. Shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Keyin yonishi ham zo'r, ko'kmay yonadi. To'rala qozonga ham moslayverasiz. Keyin narxlariga kelsak, bu garelkadan tashqari o'chog'imizning narxi, o'choqning o'zi komplekti 1.400.000. Agar menga 4 ta qozoni bilan kerak desa, 2 million so'm qilib beramiz. Komplektda. Keyin yetkazib berish xizmati pulli albatta, chunki bizning imkoniyatimiz bu yo'q. Shuning uchun kirakashlardan jo'natamiz. Xo'p, keyin manzilga kelsak, Farg'onaning Chimyonida manzilimiz. Telefon nomerlarimizni aloqaga chiqaverasizlar, qoldirib ketamiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.